2. Bab. Ey Ninevilikler, vayron qilg'uvchilar kelib, sizlarga hujum qilmoqchi. Sepillaringlarga qarovullarni qo'yiveringlar. Yo'llarni muhofizat qilaveringlar. Qo'shinlaringlarni yig'ib, kuchinglarni to'plaveringlar. Ey Ninevilikler, sizlar Yahudiyani bulang-talang qilib, ularning uzumzorliqlarini buzib o'tgan bo'lsanglarmi? Lekin Parvardigor xuddi Isroiliyaning shon sharafini asliga keltirmoqchi bo'lgandek, Yaqubning ajdodlari bo'lgan Yahudiyaning shon sharafini asliga keltirdi. Sizlarni yo'qotadigan dushman lashkarlari qizil kiyimlarni kiydi. Ularning qalqonlari qip-qizil bo'lib paqaraydi. Jang kunida harvolarning to'millari o'tdek chaqnaydi. Ular nayzlarini ko'tarib o'ynatadi. Jang harvolarini ko'ch-ko'ylarda uchqandek haydab, dalalarda uyan-buyan chepishib yuridi. Harvolar mashallardek yenib, chaqmoq tezlikida olg'a etiladi. Lashkar boshliqlari chaqirtiladi. Ular oldirganidan bir-biriga putlashib ketadi. Dushman darvozani buzib ichish uchun ishlatadigan ko'takning ustiga qalqon bo'ladigan lampa o'rnatadi. Daryo bo'yiga selingan qovuqlar ichiladi. Orda o't ko'yib ketadi. Muqarrarki Nineviliklar asirga elinib, surgun qilinadi. Kenizaklar kaptadak unlashib, faryod qilib, ko'kraklariga mushtlab hozir tutadi. Xuddi ichib etilgan tug'ondan etilib chiqqan sudak, xaloyiq Ninevi shahridan qechishadi. Lashkar boshliqlari to'xtanglar, to'xtanglar deb vaqirashsimu, lekin hech kim orqasiga burilib qaramaydi. Oltin kumushlarni o'lja elinglar. Bu yerda bitmas tugamas boyliqlar bor. Qimmatli xazinalar son-sanoqsizdir. Ninevi shahri quruq dilinib, toshlanib, xonavayron qilinadi. Ularning yuraklari suv bo'lib, put qo'llarida jon qolmaydi. Tanlari jug'uldab, chiroylarida qon qolmaydi. Ninevi shahriga nima bo'lgandi? U shirlar uvusiga o'xshash edi-ku. U yerda yosh shirlar g'izolanatdi. Arslan chaqlar, erkak va kishi shir bilan bexatar yashaydi. Shir kuchuklariga yetarlik o'ljilarni parchalab, titib beradi. Kishi shir uchun tirik o'ljini bo'g'ib o'ltiradi. O'nkiri o'lji bilan to'shib ketadi. Uvisiga go'sht parchalari dövilinib ketadi. Qudratlik sardor Parvardigor mundoq deydi. Anglab tur, ey Ninevi, men sana qarshidurman. Jang harvalaringni kuydirib etaman. Yosh arslanlaring qilishdi halok bo'ladi. Men endi yer yuzida sana o'lji qoldirmayman. Buningdan keyin elchilaringning ovozini o'chidi.